Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab sizlar bilan tematika kitobimizni yechimlarini ko'rib chiqamiz. Qayerdadir axborotnoma deb ham nomlanadi. Demak, birinchi bobimizda natural va butun sonlar haqida misollar bergan ekan. Xo'p, bizda birinchisida 6 dona formula bergan. Eslatib o'taman, bu kitobimizni noldan boshlagan o'quvchilar uchun emas. Repetitorga borayotgan yokida ustozlarga qatnayotgan o'quvchilar uchun qo'shimcha video darslik sifatida ko'rishingiz ham mumkin. Chunki asosan video yechimlarini ko'rib boramiz. Noldan qandoq qilib ishlanadi, nimaga u kelib chiqdi, shunaqa narsalar imkon qadar berib borishga harakat qilaman. Lekin ulgurmay qolsak, tez ishlab yechimlarni ko'rib ketamiz. Demak, boshlaylik. Birinchisida ifodaning qiymatini toping debdi. Bunda o'xshash xatlarni qavsdan tashqariga chiqarishdan foydalanamiz. Ya'ni mana bu ayirmani bitta juftlik deb oladigan bo'lsak, 25 tani qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, mana 25 ko'paytirilgan 26 minusdan 24 bo'lib qoladi. Plyusdan keyingisi 23larni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 24 minusdan 22 ko'rinishda bo'lib qoladi. Minusdan mana bu 12 ni 2 ko'payi 6 ko'rinishda yozsak, 6 kari 8 48 bo'ladi. Shunda 2 kari 48 ko'rinishda bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi birinchi qavsda ishlaydigan bo'lsa 25 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 23 ko'paytirilgan 2 minusdan 2 ko'paytirilgan 48 ko'rinishda bo'ladi. Endi barchasidan ikkilarni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, bizda 2 ko'paytiramiz 25 plyusdan 23 minusdan 48 bo'lib qoladi. Va mana bu 25 bilan 23 yig'indisi 48, 48dan 48 ayirishga to'g'ri keladi. Shunda 0 bo'ladi. U degani 2 karra 0 bu 0. Ijobda turibdi. Ikkinchi misolimizda oddiy hisob-kitob misoli ekan. Oddiygina amallar tartibi. 12 minusdan 6dan 6ni 3 ga bo'ladigan bo'lsa 2 plyusdan 2 karra 4'imiz 8. 12dan 2ni ayirsa 10, 8 qo'ysa 18. Bu bizda javobda turibdi. Uchinchi misolimizda 36larni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. 36ni chiqarib yuboradigan bo'lsak, qora qismiga o'zi 36ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bizda 18 minusdan 12 bo'ladi. 16 ekan. Plyusdan keyingisidan e, qani ekan 24larni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 24 qavsdan tashqariga chiqarsak, 27 minusdan 25 ko'rinishda bo'ladi. Minusdan 21 ko'paytirilgan 5 tursin. Endi hisoblaymiz. 36 ko'paytiramiz 3 bo'lib qoladi. Plyusdan 24 ko'paytirilgan xavosda ichini ishlasak 3 bo'lib qoladi. Minusdan 21 ko'paytirilgan 5. Ana endi 36 degani 3 ko'paygan 12 degani. 24 degani 3 ko'paytirilgan 8 degani. 21 degani 3 karra 7 degani. Hammasidan 3larni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, 12ni 3 ga ko'paytirishga to'g'ri keladi. O'sha boshida 3 turibdi-ku. Mana 2 edi, uzr. 2, bu ham 2 edi mana. Ayirganimizda 2 edi. Xo'p, endi 3 larni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, birinchisida 12 ko'paytirilgan 2 bo'lib qoladi. Bu bizga 24 beradi. Plyusdan ikkinchisi 8 karra 2 bo'lib qoladi. Bu 16 ni beradi. Minusdan 7 karra 5 bo'lib qoladi. 35 beradi. Endi 3 ko'paytirilgan 24 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 30 40 bo'lib qoladi. 40 dan 5 35 ayirsak 5 bo'lib qoladi. 3 karra 5 emas 15. Bu bizda D javobda turibdi. Keyingisi 13larni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. 13 chiqarib oladigan bo'lsak, 21 bilan 24 bir-biriga qo'shilib qoladi. 21 plyusdan 24. Plyusdan keyingisida. Xo'p. Shunda ketma-ketlikda hisoblarkanmiz. Shunisi qulay. Keling, birov ishlab ketadi. Mana 13 qavsdan tashqariga chiqardik deb hisoblaymiz. Mana aka 13 chiqib ketdi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana shu ikkalasidan
21 ga 24 qo'shilib qoladi va natijada u bizga 45 beradi. 45. Plyusdan endi mana u ifodani yozaman. Shunda bizda 45 ko'paytirilgan 12 bo'lib qoladi. Endi mana shu yerigacha ishlayapmiz. 45 dan qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, hisoblaymiz. 45 yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, mana bu ikkalasi yig'indi ko'rinishda qavs ichida qolib ketadi va 13 ga 12 ni qo'shsak 25 bo'lib qoladi. Endi mana bu ifodani qo'shamiz. Mana ekan plyus 25 ko'paytirilgan 44. Shuni o'zini ishlab olamiz. Endi 25 qavsdan tashqari chiqarib olsak, mana 25 umnожим qildim, ya'ni ko'paytirishadi. 45 ga 44 qo'shsak, 89 bo'lib qoladi. Endi buni ishorasi bilan 89 ko'paygan 24 qo'shaman. Minusdan 89 ko'paytirilgan 24. Endi 89 dan qavsdan tashqariga chiqarib olsak, 25 dan 24 ayirishga to'g'ri kelib qoladi. Ayirsak 1 bo'lib qoladi. Ko'paygan 1. U bizga 89 beradi. Bu javobimiz S javobi turibdi. Buni sal osonroq bo'ldi. Xo'p, keyingisi 15 o'zini yozdik. Minusdan 9 3 ga bo'lamiz. 3 plyusdan 4 karra 3imiz 12. Hisoblaymiz. 15 dan 3 chiqarsa 12, 12 ga 12 ni qo'shsa 24 beradi. Xo'p, keyingisi 18 minusdan 12 ni 2 ga bo'lsak 6 plyusdan 5 karra 3 15. Hisoblaymiz. 12 qo'shilgan 15 bo'lib qoladi. Bu bizga 27 ni beradi. Javob. Xo'p, keyingisi 17 larni qavsdan tashqariga chiqarib yubordik. Mana 17 ko'paytirilgan qildim. 21 dan 18 ayirishga to'g'ri kelib qoladi. 3 bo'ladi. Plyusdan 15 larni qavsdan tashqariga chiqarib yubordik. Mana plyus yozdim mana ekan. Endi 15 ni chiqarib yubordim. Mana 15 ko'paygan qildim. Ya'ni qavsni yozib o'tirmayapman. 17 ga 14 qo'shishga to'g'ri kelib qoladi shunda. Ayirishga to'g'ri kelib qoladi. Ayirsak 3 bo'ladi. Hop, plyusdan keyingisida 13 qavsdan tashqari chiqarib yubordik. Natijada 18 dan 15 ayirishga to'g'ri keladi. U ham 3 beradi. Endi barchasidan 3 qavsdan tashqari chiqarib oladigan bo'lsak, bizda 17 qo'shilgan, hop, 17 qo'shilgan 15 qo'shilgan 13 bo'lib qoladi. Hisoblaymiz. 3 karra, hop, bu ikkalasini hisoblasak 20 30, bu bilan 45 bo'lib qoladi. Ko'paytirsak 15, bir tilda 12, 135 degan javob berar ekan, B javob. Keyingisida ham xuddi shunday 24 qavsdan tashqari chiqarib yubordik. Mana 24 ko'paytirilgan 36 dan 33 ayirsak 3 plyusdan keyingisida 11 qavsdan tashqari chiqardik. Mana ko'paytiramiz. 17 dan 14 ayirsak ham 3 plyusdan keyingisida 16 ni qavsdan tashqari chiqardik. Ko'paytiramiz. 18 dan 15 ayirsak ham 3. Hisoblaymiz. 3 larni qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsa 24 qo'shilgan 11 qo'shilgan 16 bo'lib qoladi. 3 ko'paytirilgan 24 ga 11 qo'shsak 25, uzr, 35, 35 ga 16 ni qo'shsak 40, 51 ekan. Bu bizga 153 beradi. Javobda turibdi. Hop, keyingisi 23 larni qavsdan tashqari chiqarib oldim. 23 qavsdan tashqari chiqarsam, mana bu yerda 24 bilan 27 bilan 24 ayirmasi bo'lib qoladi. Bu bizga 3 beradi plyusdan. Keyingisida 19 qavsdan tashqari chiqardim. Natijada 21 minus 18 ham 19 ko'paytirilgan 3 beradi plyusdan. Yana 11 qavsdan tashqari chiqardim. 17 dan 14 ayirsak 3, 11 karra 3 bo'lib qoldi. Endi 3 larni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam 23 qo'shilgan 19 qo'shilgan 11 bo'ldi. 3 karra bunisidan 19 ga 11 qo'shadigan bo'lsak, mana tayyor 30 bo'ladi. 23 qo'shadigan bo'lsak esa 53 bo'ladi. Bu bizga 159 beradi. Ko'paytirsak. B javobda turibdi. 10-chisi bo'lsa, hop, birinchisi orqali keyingi ayirmadagi o'ziga yaqin bo'lgan songa o'xshash holatga olib kelamiz. Misol uchun mana ekan 48, bu yerda 47 turibdi. Bunisida 44, bunisida 43 turibdi. Demak, mana 48 ni 47 ga aylantirishimiz
uchun 48 47 plyus 1 ko'rinishda yozamiz. Ho'p, qarang, mana osonroq yozish uchun mana 270 boshidagisini yozmaymizda, mana bu ko'rinishda hisoblaymiz. Keyin qo'shib qo'yaveramiz. Hop, 48 ko'paytirilgan 44 minusdan 47 ko'paytirilgan 43 turibdi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ana shu holatda 48 da 47 plyusdan 1 qoldi. Ko'paytirilgan 44 minusdan 47 ko'paytirilgan. Endi bu yerdagi 43'imizni bo'lsa 44 ga aylantirish uchun 44 minusdan 1 qilib oldim. Shu 43 beradi. Endi qavs ochish formulasiga asoslanib, qoidasiga asoslanib, qavs tashqarisidagi xat har bittasiga alohida ko'payadi. Ya'ni 47 ga 44 ko'paydi. 47 ko'paygan 44 bo'ldi. Plyusdan endi 1 ga ko'paysa 44 bo'ldi. Minusdan endi bu yerda minus 47 ishorasi bilan ko'payadi. 47 ni 44 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 47 ko'paytirilgan 44 bo'lib qoldi. Endi minus 1 ga ko'paytirsak, minusga minus ko'payadi, plyus bo'ladi, natijada 44 bo'lib qoldi. Endi o'xshash xatlarimiz ayrilib ketadi. Masalan, 47 ko'paygan 44, 47 ko'paygan 44 bo'lib ayrilib ketdi. Natijada bizda ikkita 44 bo'lib qoldi. Endi buni boshidagisini qo'yib qo'yamiz. 27.044 qo'shilgan 27.044 27.000 uzr 44 deyman. Ma'nosi 47 edi-ku. Qavs ochganimizda 1 ko'payganda 47 bo'lib qoladi. Ma'nosi 47. Shuni qo'shib qo'ysa o'zi javob tayyor. 4 ga 7 qo'ysa 11, biri dilda. Hop, 4 ga 4 8, bir dildagilar 9. 0 ga 0 qo'shsa 0, 27 imiz 54 beradi. Demak, 54.091 degan javob ekan. 54.091 bu bitta javobda turibdi. Keyingisi hop, 11 misolimizda ham xuddi shunaqa. Mana 15, 18, 14, 16 ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, chunki boshlar 458 bir xil. Kamroq yozamiz demoqchiman. 15 ko'paytirilgan 18 minusdan 14 ko'paytirilgan 16 ko'rinishda ekan. Hisoblaymiz barobar. 15 ni endi 14 ko'rinishda ifodalasam, 14 qo'shilgan 1 bo'lib qoldi. Ko'paytirilgan 18 bo'lib qoldi. Minusdan 14 ko'paytirilgan 16 bo'lsa, 18 minusdan 2 bo'lib qoldi. Hop. Endi 18 ni 14 ga ham 1 ga ham alohida ko'paytiraman. Natijada 14 ko'paytirilgan 18 bo'lib qoldi. Plyusdan 1 ko'paytirsam 18 bo'lib qoldi. Hop, minus endi 14 18 ga minus 2 ga ham ko'payadi, ishorasi bilan ko'payadi. Faqat shuni esdan chiqarmaylik. 14 ko'paytirilgan 18 bo'lib qoladi. Endi minus 2 ga ko'paysa plyus 2 ko'paygan 14 bo'lib qoldi. Endi bu yerda yana o'xshash xatlarimiz ayrilib ketdi. Natijada bu yerda 18, bu yerda esa 2 ko'paygan 14 qoldi. 18 endi joy-joyiga qo'yib ketaylik. 18 emas, shu 4518. Hop, qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 4514 bo'lib qoldi bu. Uzr, 4518 deyman. Mana bu yerda 5 dakin 8 ham bor edi. 45818, bu yerda 45814. Shuni hisoblab qo'yamiz. Hop, 45818 qo'shilgan, endi 2 ga ko'paytirib qo'ysak 8, 2, 16 nomisi bir dilda. Hop, 11, yana bir dilda 8, 9. Endi shuni qo'shamiz. 8 ga 8 16, bir dilda. 3 bir dildagilar 4. Keyingisi 8 ga 6 14 to'g'ri, yana bir dilda. 5 ga 1 qo'shsak 6, bir dildagilar 7. 4 ga 9 13. Bu javobimiz bizda 137.446 A javobda turibdi. Hop, keyingisi
Mana 139 dan qavsdan tashqari chiqarar ekanmiz. 15 ga 18 qo'shamiz. Natijada bizda 20, 33 bo'lib qolar ekan, a? Plyusdan. Keyingisida 261 dan qavsdan tashqari chiqarsa 261 ko'paytirilgan 33. Endi 33 dan qavsdan tashqariga chiqarar ekanmiz. Natijada bizda mana u ikkalasi qo'shilib qoladi. Bu bizga 300, 400 berar ekan. Ikkita nolni orqasiga ko'chirib olsak, 3 kar 4 12 ikkisi birdida 12 birdiligi bilan bu 13. Bu 13.200 javob ekan, ha? Hop, keyingisida oltini berilgan songa ko'paytirilganda hosil bo'lgan son nuqta nuqta 44 ko'rinishda bo'lsa, berilgan son quyidagilardan qaysi biri ko'rinishda bo'lishi mumkin debdi. Qandaydir x sonni 6 ga ko'paytirgan va natijada ulkan son paydo bo'lganda oxirgi raqami 2 ta esa 44 bo'lgan. Mana shu 44 topish uchun bizda A, B, C, D, E variantlardan bittasiga 6 ko'paytiramiz. Qaysi birini eng oxirgi ikkita raqami 44 chiqsa, shu javob to'g'ri bo'ladi. Demak, A dan boshladik. 6 ni ko'paytirdik. Hop, 6 kar 4 24 to'ri, 2 dilda 6 kar 2 12, 2 dildagi bilan 14 shu ma'nodan chiqib qoldi. 44. Demak, javob ekan. Hop, keyingisi 3680 va 5060 sonlarni ayni bir songa bo'lganda birinchi bo'linma 32 ga teng bo'lsa, ikkinchi bo'linma ikkinchisida nechaga teng bo'ladi debdi. Demak, 3680 ni qandaydir noma'lum songa bo'lganda 32 chiqibdi. Endi shu noma'lum sonni topish uchun 32 ga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Xuddi mana shunga misol uchun deylik 4 karra 2 8 to'g'rimi? Endi 8 ni 4 ga bo'lsa o'rtadagi 2 chiqadi. Yo bo'lmasam 8 ni 2 ga bo'lsa chapdagi 4 chiqadi. Ana shundan o'rin almashsa 2 uchinchisini topib beraveradi-ku. O'shan singari bizda ham 3680 ni noma'lum songa bo'lganda 32 chiqibdi. Endi 3680 ni 32 bo'lsa noma'lum son chiqadi. Demak, bitta bor 32 ayirsak 2 4 48 ichida bitta bor 32 ayirsak 6 1 0 yordamga tushsa 5 ta bor. 160 beradi shu. Ayirsak 0. Demak, noma'lum x sonimiz 115 ekan. Hozircha x topdik. Endi aytyapti bizda. Mana bu 5060 shu 115 ga bo'lsa necha chiqadi demoqchi. Demak, 5060 bo'lamiz 115 ga. Ichida bitta bor. Uzun. Bitta dema. 4 ta bor. 4 ta desak, hop, 3 tane ichida 4, 5 ta. Mayli, yetib ko'ramiz. 20, 2 tilda 4, 5, 6 ekan, 4, 460 ayirdik. 6, 4, 46. 0 yordamga tushdi. Natijada bizda 4 ta bor ekan. 460 berar ekan. Ayirganimiz 0 chiqadi. Demak, javobi 44 ekan. Bu bizda A javobda turibdi. 50 dan kichik tub sonlar nechta? Bilamizki, eng kichik tub son 2. Demak, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya'ni tub son degani o'zi 1 ga va o'ziga bo'linadigan sonlar. 2 1 ga va o'ziga bo'linadi, 3 1 ga va o'ziga bo'linadi, 5 ham 1 ga va o'ziga bo'linadi, 13 ham, 17 ham, 19 ham, hop, 23. Undan keyin 27 bo'linib qoladi, 29 bo'linmaydi, 31 bo'linmaydi, 37 bo'linmaydi, 39 bo'linadi 13 ga yoki 3 ga. 30 tugadi. 41, 43 va 47. Hisoblaymiz. 50 gacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta ekan. Javob 15 ta. Bu bizda B javobda turibdi. Keyingisi n raqamining qanday qiymatlarida 50 plus n soni eng kam ko'paytuvchilarga ajraladi. Ya'ni tub son bo'lsa ko'paytuvchi ajramaydi-ku, tub bo'lsa bo'ldi demoqchi.
Ya'ni 50 qo'shilgan n o'rniga mana bu berilgan sonlardan birortasini qo'yamiz. Natijada bu bo'linmaydigan songa ajrash kerak. Bo'linmasa 2 ga ham, 3 ga ham, 5 ga ham hokazo. Faqatgina 1 ga va o'ziga bo'linsin. Shunda tub bo'ladi. Xo'p, demak, qo'ydik. Mana 3 qo'ysak, endi o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, bu 50 ga qo'shilib 53 bo'lib qoladi, mana 53. Bu to'p, уже bu qabul qilar ekan. 5 ga 5 qo'yamiz, 55 bo'lib qoladi. 55 11 ga ham bo'linadi, 5 ga ham bo'linadi. Demak, bu tug'mas ekan. Mana bu hozircha aniq qabul qildi. Endi S ga 3 qo'ydik, 53 bo'ladi. Bu to'pida 59 ni qo'ysak, 9 ni qo'ysak 59 bo'ladi. Bu ham to'p. Buni hozircha qabul qildi. Bir qo'ysak 51 bo'ladi. 51 3 ga bo'linadi. Demak, bu o'yindan chiqib ketdi. To'p emas. Keyingisi 9 ni qo'ysak 59 bo'ladi. Bu ham to'p. Faqatgina bizda E bilan A javob ham to'g'ri, S javob ham to'g'ri. Lekin S javob olamiz, chunki aytyaptiki A va E javoblar to'g'ri demoqchida. 3 va 9 ni qabul qiladi demoqchi. Shuning uchun ikkalasi borini olamiz. 17-si 40 sonning barcha natural bo'luvchilar yig'indisini toping debdi. Ya'ni NBY natural bo'luvchilar yig'indisi degani. Endi 48 degani, hop, 2 ni adashmasam 5-darajasi ko'paytirilgan 3 1-darajasidan iborat. Ya'ni 2 ning 5-si bu a, to'g'ri hisobladikmi? Hisoblaydigan bo'lsak, 4 16 hop, daymiz. Hisoblab qo'ymaylik. 48 ni maydalaylik mana shu yerga. 48 ni maydalaydigan bo'lsak, 2 ga bo'linadi 12, uzr. 24, 2 ga bo'linadi 12, 2 ga bo'linadi 6, 2 ga bo'linadi 3, 3 ga bo'linadi 1. Уже to'g'ri ekani mana. 48 degani 2 dan 4 ta ko'paytirilgan 3 ta. 1, 2, 3, 4 ta ekan. 4 ta 3 dan bitta degani. Endi NBY degani natural bo'luvchilar yig'indisi. Uni qanaqa hisoblanadi? Qarang. Mana bu yerdagi 2 ni olamizda 2 minus 1 ko'rinishda yozamiz. Faqat mana darajasini o'zining darajasiga 1 qo'shib turib hisoblab qo'ydim. Mana bu ko'rinishda. Formulasi bor, yozib o'tirmadi. 2 ni 4 plus 1-si deyiladi. Umumiysidan 1 ayriladi. Mahrajidan ham 2 minus 1 qilib qo'yiladi. Darajasini yozmasdan. Ko'paytiriladi. Ikkinchi hadiga ham xuddi shunday qilamiz. Ya'ni 3 darajasida 1 plusdan 1 qilib qo'yamiz. Umumiysidan 1 ayiramiz. Mahrajda ham 3 minusdan 1 ko'rinishda yozamiz. Buni hisoblab qo'ysak chiqib keladi. 4 ga 1 qo'shadigan bo'lsak 5, 2 ni 5-darajasi bizda 16, 32 bo'ladi. 32 dan 1 ayirsak 31 bo'lib qoladi. 2 dan 1 ayirsak 1, 31 ga bo'lsak 31 gacha qoladi. Ko'paytiramiz. 3 kvadrat bo'lib qoladi. 9, 9 dan 1 ayirsak 8, mana bu esa 2 ni beradi. 8 taqsim 2 imiz bizga 4 beradi. Hisoblab qo'ysak 4 124. Bu bizda D javobda turibdi. Keyingisi sonning raqamlar yig'indisini toping debdi. 31 dan 80gacha sonlarni yonma-yon yozib chiqibdi-da va bizga shularni yig'indisini, raqamlar yig'indisini demoqchi. 31 degani 3 plusdan 1 demoqchi, 3 plusdan 2 demoqchi va hokazo tartibida. Ana endi o'zimizga mana shu pastga joy ajratadigan bo'lsak, hop, mana shu yerga bitta ishlab tushuntirib beraman. Ketdi. Mana buni joyladik. Hop, shu yerga tushuntirib beradigan bo'lsam, demak, rang o'zgarib qoldi. Hop, demak, ketdi. 31 dan boshlaymiz, qarang. 31 dan boshlaydigan bo'lsa, 3 plusdan 1, 3 plusdan 2, 3 plusdan 3, 3 plusdan 4, 3 plusdan 5, 3 plusdan 6, 3 plusdan 7, 3 plusdan 8,
uch plyusdan to'qqiz bo'lib qoladi. 40 ulanib ketadi. Biz hozir 30ni ichini hisoblab olaylik-da. Qarang, shu ko'rinishda bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketma-ket bir xonali sonlar yig'indisi bo'lib qoldi. Anaviroqqa raqamlar yig'indisi bo'lib qoldi. 1dan 9gacha bo'lgan raqamlar yig'indisini qo'ysak, bizga 45 beradi o'zi. 45. Hisoblab ko'rsanglar ham chiqadi. Plyusdan endi bizda mana bu yerda 3 qolib ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuch. 9 tuchimiz bizga 27 ni beradi. Agarda mana shu 31 emas, 30dan boshlanganda edi, 3 plyusdan 0 bo'lardi. Mana bu 3 bilan 10 ta 3 bo'lib 30 beradi. Bu nimani demoqchiman? Ikkinchisida 40dan boshlanadi-ku, chunki 39dan keyin o'sha 40 davom etyapti, 80gacha bo'lgan. Bu degani 40imiz 4 plus 0, 4 plus 1 ko'rinishda ketadi va hokazo oxirgisi 4 plyusdan 9 bo'ladi. Va yana raqamlar yig'indisi bo'lib qoladi. 0, 1, 2, 3, 4 va hokazo 9. Hozirgina kelishganimizda 45 beradi. Plyusdan endi mana bu yerda 40imiz qatnashdi-ku, 4 plus 0 bo'lib qoladi. Natijada 10 ta 4 bo'lib qoladi. U bizga 10 ta 4imiz 40 beradi. Tushunarli bo'ldi. Uchinchisi bo'lsa, hozirgina tushuntirganimdek 5 plus 0, ya'ni 50 dan 59gacha bo'ladi. 45 plyusdan 50 bo'lib qoladi. To'rtinchisi bo'lsa 45 plyusdan 60 bo'lib qoladi. Beshinchisi bo'lsa 60dan o'tdik, endi 70da 45 plyusdan 70 bo'lib qoladi. Endi mana shu hisoblab olaylik. Nima uchun? Chunki 6-inchisi 80imiz 89gacha emasda, 80da tugagan. U degani 8 plyusdan 0 da tugaganda 8 da olamiz. Hisoblaymiz. Bitta 45, ikkita 45, 3ta 45, 4ta 45, 5ta 45. 5ta 45ni ko'paytirib olaylik. 45 ko'paytirilgan 5. 25, 2 dilda 20, 225 ekan. Endi qolganini hisoblaymiz. 27 bilan 28ni shundoqligicha qo'shdik. Natijada bizda hosil bo'ladi 35, to'g'rimi? Ana shu 35 ni 225 ga qo'shib qo'yaylik. Adashmay turaylik. 35. 0 bir dilda 5, 6. 260 ekan. Endi qolganini hisoblaymiz. 40 qo'shilgan 50 qo'shilgan 60 qo'shilgan 70 bo'ldi. 0 4 ga 6 10, 5 bilan 15, 7 bilan 22. Endi 260 ga qo'shamiz 220 ni, bu bizga 480 ni beradi. B javobda turibdi. Tushunarli-ga? Endi misolimizni ochaylik. Qaytaraylik. Qaytaradigan bo'lsak, bittasi tushunib olsa, ishonsangiz chiqib kelaveradi-da. Faqatgina diqqatli bo'lamiz, chunki chalg'itib yoki hisob-kitobda xato qilib qo'ysangiz ham chiqmay qoladi. Hozir o'chirib qo'yaman. Xo'p, davom etamiz. Demak, 18-da 480 deb turib topdik. 480. Xo'p, ana endi xuddi shunaqa misol faqatgina 1dan 50 gacha turibdi. Xo'p, 1dan 50 gacha bo'lgani hisobiga hozirgina aytdik, 1dan 9gacha bo'lgan raqamlar yig'indisi, ya'ni mana bu yergachasi 45 berar ekan. Demak, 45 plus hisoblab ketaveramiz. Endi 10dan 19gacha bo'lganida yana bitta 45 bo'ladi, qo'shilgan 10 ta 1 bo'lib qoladi. U bizga 10 ni beradi, qo'shilgan. Endi 20dan 29gachasi u bizga 45 plyusdan 20 ni beradi. Undan keyingisi bo'lsa 45 plyusdan 30 beradi. Undan keyingisi 45 plus 40 ni beradi. Undan keyingisi plyusdan
Bu hozir 45 plyus 40'imiz 49gacha bo'ladi. Keyingisi 52 o'zi turgan hisobiga 5 plyusdan 0 bo'ladi. Endi buni hisoblaymiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 5ta 45. 5 ko'paygan 45 plyusdan 10 ga 20 ni qo'shamiz. 30, 30 ga 30, 60, 60 ga 40, 100 va 5, 105 ekan. 105. Hisoblaymiz. Ma'nosi 225 bersa, hop, plyusdan 105. Bu bizga 330 beradi. Bu bir javobda turibdi. Keyingisi ham, ikkitasi ham xuddi shunaqa ekan. Faqatgina o'sha 20si yo'q. Mana yerda 20si yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Bitta ikkisi kam bo'lib qolardi. 21dan boshlanyapti. Bu hisoblaymiz endi. 9 ta ikkimiz 18 bo'lib qoladi. Plyusdan 45 bo'lib qoladi. 21dan 29gacha. Plyusdan hop, keyingisi 32 bo'ladi. 45 qo'shilgan 30, yana 45 qo'shilgan 40, 45 qo'shilgan 50, 45 qo'shilgan 60, hop, 45 qo'shilgan 60 da tugadik-ku, shu bo'ldi. Bizga 70 ga yetib keldi. 70 degani 7 plyusdan 0 degani. Hop, ana endi bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta 45'imiz 225 deb turib kelishdi. Qo'shilgan. Keyingisi butunlarni hisoblab olaylik. 30 ga 40 70, 70 ga 50 120, 120 ga 60 180, 180 ga 7 qo'shilsa 187, qo'shilgan boshidagi 18. Hisoblaymiz. 225 qo'shilgan mana keling butun shaklda hisoblab qo'yib. Hop, 225, 187 va 18. 18. Qo'shdik. 12, 20. 2 dilda. 10, 11, 13. 2 dildagilar. 330. 300, 430 bir dildagisi bilan. 430. Bu bizda B javobda turibdi. Keyingisi ham xuddi shunaqa ekan. Faqatgina 11dan boshlanadi. 11, ya'ni 10dan boshlanganda edi, bitta 1 bilan 10 ta 1 bo'lgan hisobiga 10 bo'lardi. Endi 9 ta 1 bo'lib qoladi. Natijada bu bizga 9 qo'shilgan 45 bo'lib qoladi. Plyusdan keyingisi 20 bo'lib qoladi. 20 qo'shilgan 45 bo'lib qoladi. Plyusdan 30 qo'shilgan 45 bo'lib qoladi. Keyingisi 40 qo'shilgan 45 bo'lib qoladi. Keyingisi 50 qo'shilgan 45 bo'lib qoladi. Keyingisi 50 gacha уже ketdi degani. 62 6 plyusdan 0. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta 45'imiz 225 plyusdan 20 ga 30, 50, 40, 70, 50 qo'ysa 120, 120. 9 bilan mana boshida 9 bilan 6'miz bizga 15 beradi. 15 hisoblaymiz. 0 bir dilda 4 5 6 360 ta javob turibdi. Keyingi misolimiz 22-si. Mana yuqorisiga chiqsa bitta 3 xonali son deb turib tasavvur qilamiz deb o'rgatdim undan oldingi misollarimizda. Xo'p. A, B, S plus 3 xonali songa M ni 2 xonali son qo'shilsa, 3 xonali son 4 xonali son paydo bo'lar ekan. Xo'p, endi bitta narsani bilaylik, eng katta 3 xonali songa eng katta 2 xonali son qo'shilsa ham 2000 ni yasab olmaydi. Faqatgina maksimal holatda 1000, ya'ni boshi 1 va undan keyingi raqamlar turlicha shu berilgan songa qarab turib chiqadi. Ya'ni minglar xonasida o'sha 1000 bilan 1,5 ming xonasida o'ynab yuradi xolos. Misol uchun eng katta 3 xonali sonimiz deylik 987 deylik. Nima uchun 999 emas? Chunki mana bular
A bo'lganda 999 oladi. Barcha harflari bir xil deb turib. Barchasi har xil bo'lgani uchun 3 xil olamiz. Keyingisida A bo'lsa band bu bo'ldi. Endi MN hisobiga 65 olamiz. Qo'shaylik. 7 ga 5 qo'shadigan bo'lsa 14. Uzr. 12 ning ikkisi bir dilda. 8 ga 6 14, bir dilda bilan 15, yana bir dilda. 9 ga bir dilda qo'shilib ketsa 10 bo'lib qoladi. Ana endi qaranglar. Bu 987 emas, 978 qo'shilgan 65 qilsak ham 1000 nechida chiqadi. Shuning uchun mana bu 3 xonasini bizga kerak emas mana bu yeri. Orqasidagi 3tasi. Bizga mana bunisi kerak. F 1 ga teng bo'lishini. Ya'ni maksimal eng katta 3 xonali songa eng katta 2 xonali sonni qo'shsak, 1000 nechidir bo'lishini tushunib olsak bo'ldi. Ya'ni 1000 boshi 1 bo'lishini tushunib olsak bo'ldi. Demak, f'imiz 1 ga tengligini tushundik. Xo'p, ana endi bizda aytyaptiki, ayimiz 9 dan boshqa son bo'la olmaydi. Misol uchun, mana 9 bilan 8 ni o'rni almashtiraylik-da, eng katta ikki xonali son, ikkita raqamni eng katta bittasi 9, bittasi 8 bo'lsa, ikkalasini o'rnini almashtirib ko'raylik mana. Natijada bizda 897 ga qo'shiladi 65 bo'lib qoladi. 4 xonali son bermaydi. 4 xonali son chiqmaydi. Mana 12 bir dilda, 15 bir dildagi bilan 16, yana bir dilda 8 bir dildagi bilan 9. 962 bo'lib qoladi. Bizda nima degan? 4 xonali son chiqsin deganda. Demak, A'imiz 9 dan boshqa son bo'la olmasligini bildik. Bu degani A 9 ga teng. Demak, F'imiz 1 ga teng, A'imiz 9 ga teng. Bo'ldi, javob tayyor. Ana shularni topganingdan so'ng mana buni ifodasi nechiga teng bo'ladi demoqchi. Demak, joyiga qo'yib qo'yamiz. F o'rniga 1 qo'ydim. 1 m plus n'inchi darajasi plusdan a'imiz 9 dedik, f'i 1 dedik. 9 birinchi darajasi. 1 n plus n'inchisi nimaga n bilan n kerak emas dedim? Chunki 1 har qanday darajasi 1-ku, 1 cheksizcha darajasi ham 1 ga teng-ku. 1 m plus n'inchisi ham bu degani 1 ga teng. Ya'ni m'imiz bizga desa 8, n'imiz bizga desa 4 bo'lmaydimi? 8 ga 4 qo'ysa 12. 1 12-darajasi 1 12 marta o'ziga o'zi ko'paytiradi degan. Baribir 1 beradi. Shuning uchun n bilan n ga ahamiyat bermadi. 1 qo'shilgan 9 birinchisi 9 degan hisoblasak 10. Bu E javobda turibdi. Hop, keyingisi ham xuddi shunaqa ishlanadi. 3 xonali songa 3 xonali sonni qo'shsak 1 xonali ekan. Endi biz yuqorida aytdimki, 3 xonali eng katta songa 2 xonali eng katta sonni qo'shsak faqatgina 1000 nechidir bo'la oladi. 2000 bo'lib ketmaydi. Endi 3 xonali songa 3 xonali sonni qo'shsak ham 1000 nechidir bo'ladi. Maksimal eng kattasi bo'lsa ham. Keling, hammasini a deb turib oladigan bo'lsak, 999 ga 999 ni qo'shsangiz ham 2000 ni bermaydi. 2000 bo'lish uchun 1000 ga 1000 ga qo'shish kerak. Bizda уже 999 deyapti. Demak, 2000 bo'lmasligini уже tushunib oldik. Demak, sразу уже mashinadan ma'lum f'imiz yana 1 ga teng. Ya'ni f 1 ga teng. A'imizni уже boy o'rgatdim. 9 dan boshqasini qabul qilmaydi deb turib. Misol uchun o'rni almashtirib qo'ysangiz ham chiqmaydi. Bunda uzr, bunda chiqadi. A'imiz misol uchun 8, mana bunda D'imiz 9 bo'lsa chiqib qoladi. Faqatgina biz ikkinchisi ahamiyatli bo'ladigan joyimiz eng oxirida s turibdi. Qarang. Eng oxirgi raqamda 3 ta s degani s ga s ni qo'ysang s chiqishi kerak. Yagona shunday raqam bor. Ya'ni 0. 0 ga 0 ni qo'ysak 0 chiqadi. U degani s 0 ga tengligi ma'lum bo'ldi. Endi shu bo'lsa mana bu ifodani top debdi. F1 dedik, 1 a plus b inchi darajasi ham 1 ga teng. Plusdan endi b bilan d ni ahamiyatsizligini tushuntirib qo'yaman. B plusdan d ni 0-chi darajasi. Bizda manaqa formula bor. A ni 0-chi darajasi bu 1 ga teng. Har qanday qavsmi, sonmi, cheksiz darajasiga 0 qilib bo'lmaydimi? U 1 ga teng hisoblanadi. Natijada 1 qo'shilgan polni qavs ichidan necha chiqishdan qat'iy nazar, qavs tashqarisida 0-chi daraja 1 ni beradi. 1 ga 1 qo'ysak 2 degan javob chiqib keladi mana. Keyingisi hisoblang debdi. Xo'p, manaqa narsa bor. A ning n'inchi darajasi degani
a ko'paygan a ko'paygan ani ketdi. Уже endi ani o'ziga o'zi ko'paytiradigan. Endi ani kvadrat degani ikkita ani o'ziga o'zi ko'paytiradigan. Endi 999 kvadrati degani 999 ko'paytiramiz. 999 ga degan. Tushunarli-a? Hop, birinchisi buni shu ko'rinishi 999 ko'paytirib 999 ga, ya'ni o'zingiz уже ko'paytirish amalini qanday o'rgangan bo'lsangiz, o'shanda ko'paytirib chiqadigan bo'lsangiz, 998 ming 1 chiqadi. Ya'ni endi sal soddaloq usuldagisi qisqa ko'paytirish formulalari hali kelgani yo'q, lekin bunda beribdi. Bu degani 999 biz 1000 plyusdan, uzr, ming minusdan 1 ning kvadrati ko'rinishda hisoblasak, hop, qisqa ko'paytirish formulasiga asoslari mana yuqoriga kichkina qilib yozib qo'yaman. A minusdan b ning kvadratini qanday ochamiz? Birinchisining kvadrati minusdan 2a b ikkisini ko'paytirmasi va ikkilangani plyusdan b kvadrat ko'rinishda ochiladi mana aka. Mana shu singari ochadigan bo'lsam, birinchisining kvadrati bo'lsa 1, 3 ta nolga yana 3 ta nol qo'shilib qoladi. Hop, minusdan 2 ko'paytirilgan 1, 2 karra 1 2 va ikkinchisi mana bu 1000. 2000 ni beradi. Plus 1 kvadrati 1. Endi mana 100 ming, uzr, 1 milliondan 2000 ni ayirsak bizda 998 ming bo'lib qoladi. Hop, plyusdan 1 qo'shadigan bo'lsak 998 ming 1 bo'lib qoladi. Bu bizda B javobda turibdi. Hop, keyingi misolimiz. Sonlar ketma-ketligida nechta to'pson bor debdi. Hop, to'psonni shu aytganimdek, birga va o'ziga bo'linadigan sonda to'pson deyiladi. Va bizda bir to'pson emasida eng kichik to'psonimiz 2, keyin 13 ham to'pson, 15imiz 3 ga bo'linib qoladi va 5 ga ham bo'linadi. Shuning uchun to'pson emas, 17 to'pson, 23imiz hech bir songa bo'linmaydi, 23 ham to'pson. Hop, keyingisi 24imiz bo'linmaydi. Bu bizda 3 ga va 8 ga bo'linib qoladi. 169imiz ham to'pson emas, bu 13 ga bo'linib qoladi. 13 ga ko'paytirsang 169 chiqadi. 289imiz bizda hozir 17 ga bo'linib qoladi. To'pson emas, 361imiz ham 19 gami, adashmasam shunga ko'p bo'linib qoladi. Natijada bizda 1, 2, 3, 4 ta, ya'ni javobimiz 4 ta to'pson bor ekan. Bu bizda B javobda turibdi. Keyingisi 7 ga karrali ikki xonali natural sonlar nechta debdi. 7 ga karrali degani shu 7 ga bo'linuvchida 7, 14, 21 va hokazo shu tartibda ketadi. Endi bizda aytyaptiki, mana yerda ikki xonali deyapti. Bu degani ikki xonalining eng kattasi bu 99 hisoblanadi. Ya'ni 99ni 7 ga bo'lishimiz kerak. 7 ga bo'lsak, hop, bizda 14 chiqadi, u yog'i nechidir qoldiq chiqadi. Bir adashmasam bir qoldiq chiqadi. Hop. Demak, bu degani nima degani? 99ni ichida 14 ta karralisi bor degani, 14 ta. Ana endi bizda bir xonali, ikki xonali dedik-ku, buni ichida biz 99 gacha deganda 1 dan 99 gachasini hisobga oldik. Endi bir xonalisini ayirib tashlasak 9 taqsim 7 bo'ladi-da. Bu bizga 1 chiqadi. Ya'ni 1 chiqadi, 2 qoladi. Ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar ichida 7 faqatgina 7 ga bo'linadi. Bu degani bizda 14 tadan bitta birlar xonasidagini ayirib tashlasak, ya'ni 7 tani ayirib tashlasak 13 ta ikki xonalik 7 karrali ko'paytuvchi bo'lib qoladi. 7 karrali natural son hosil bo'ladi. Keyingisi 27-si 249 ko'paygan 250 minus 250 ko'paygan 251 va hokazo ko'rinishda turibdi-da. Ni hisoblang debdi.
Bu ham xuddi oldingi safarda o'tganimdek e, o'xshash xatlarni qavsdan tashqariga chiqarish formulasi bilan ishlaymiz. Hop, o'zimizga qisqacha joylovchi olamiz mana shu yerda. Demak, shu yerga sig'dirishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Bizda 250larni qog'ozdan tashqari chiqarib yubordikda, mana 250ni chiqarib yuboradigan bo'lsak, ko'paytiramiz. 249dan 251 ayiramiz. Natijada minusli son chiqadi. Minusni boshiga yozib yuboramiz. Minus 2 3 ekan. 3 2 ekan. Hop, keyingisida ham 252ni qavsdan tashqari chiqarib yuboramiz va oldida minus bo'lib qoladi, chunki 251dan 253 ayirishimizga to'g'ri kelib qoladi. 252 qavsdan tashqari chiqib ketdi. Natijada ayirsak 2 bo'lib qoldi. Shuning uchun mana plyusimiz minus bo'lib chiqib ketdi. Keyingisidan 254 qavsdan tashqari chiqib ketadi. 254 qavsdan tashqari chiqarib yuborsak, ko'paytiramiz. 253dan 255 ayirsak, yana mana bu yerda minus bo'lib qoladi. Minus ko'paytirilgan 3. Uzr, 2. Endi ikkilarni qavsdan tashqari chiqarib olamiz. Ikkilarni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, minuslar minus bilan chiqarib olaylik. Minus bilan chiqarib olsak 250 qo'shilgan 252 qo'shilgan 254 bo'lib qoldi. Natijada bizda hosil bo'ladi -2 ko'paytiramiz. 252 252ni qo'shadigan bo'lsak, 502ga 254 qo'shadigan bo'lsak, hop, 254 qo'shamiz. 6, 5, 756 bo'ldi. Endi 756ni 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga 6ni ko'paytirsa 12 ni ikkisi 1 dilda, 2 karra 5 10, 1 dildagi bilan 11, yana 1 dilda 2 karra 7 14, 1 dildagi bilan 15. Minusdan 1512 S javob ekan. Hop, keyingi misolimiz. Hop. Hop. Endi aytyapti. Shu daraja yig'indini yarmini hisoblang deyapti. Yarmini hisoblaymiz. Hop, qanday hisoblaymiz buni? Yana o'zimizga joy ochib olamiz. Mana shu yerga yetadi. Hop, hisoblaymiz. Ketdi. Bizda 4ta 4 12-si bu degani 4 ko'paygan 4 12-si degani. Xuddi misol uchun mana A qilib turib yozadigan bo'lsam, barchasi bir-biriga qo'shilgani hisobiga 4A degani-ku. A'ni o'rniga 4 12-sini qo'yib qo'ysam, 4 12 darajasi bo'lib qoladi, 4 ko'paygan ko'rinishda. Shuni yarmini hisobla deyapti. Bu degani 2 ga bo'l degani. Ana endi hisoblaymiz. Yarmi deganiga bu bilan bu bo'linib ketsa, 2 ko'paygan 4 12-si bo'lib qoladi. 4 12-sini endi mana bu ko'rinishda yozamiz. 2 ko'paytirilgan 2 ko'paygan 2 ko'rinishda. Endi daraja formulasiga asoslanib, qavs solsam daraja har bitta 2ni to'g'ri anaqasiga darajasiga alohida tushadi. 2 ko'paytirilgan 2ni 12-si ko'paytirilgan 2ni 12-si ko'rinishda bo'lib qoladi. Bu yerda birinchisi barchasini qo'shadigan bo'lsak, ya'ni daraja formulasiga asoslanib, asoslari bir xil, darajalari har xil bo'lsa va ular bir-biriga ko'payib turgan bo'lsa, darajalar qo'shiladi. 2 ni barchasini qo'shib chiqsak, 1 ga 12 ni qo'shsa 13, 12 ni qo'shsa 25. 2 ni 25-darajasi. Bu bizda A javobda turibdi. Keyingisi
2011. Undan oldingi ko'rganimiz bilan bir xil ekan, 2001 ekan. Demak, 2001ni keltirib olamiz. Qanaqa holatda edi? Mana bu yerda 2001ni 2002ga qiyoslaydigan bo'lsa, 2002 minusdan 1 ko'rinishda bo'ladi. Shu 2001 beradi, ko'paygan 2004. Minusdan endi 2002 ko'paytiramiz. Mana 2003ni 4 ga qiyoslab olamiz. Natijada 2004 minusdan 1 ko'rinishda bo'ladi. Endi qavs ochamiz. Qavs ochsa 2004imiz ham 1 ga, ham 2002ga alohida ko'paytirsak, 2002 ko'paytirilgan 2004 minus endi 2002ni ham bunga ham birga alohida ko'paytiradigan bo'lsak, minusdan 2002 ko'paytirilgan 2004 minusga minus ko'payadi, natijada plyus bo'lib ketadi. Mana plyus. Hop, 2002 va o'xshash xatlar ayrilib ketdi. O'xshash xatlar ayrilib ketganda, hop, bizda hosil bo'ladi. Mana bu yerda bitta 2002miz bor edi. Birga ko'paytirganda mana bu yerda edi. Tashlab ketdimiz. Mana bu yerda minusdan 2004imiz qolib ketibdi. Endi hisoblaymiz. Hisoblasak bizda 2004 minusdan 2002 hisoblasak minus 2 chiqadi. Minusimiz 2004ga tegishli bo'lgan hisobiga. Javob. Hop, keyingisi. Dastlabki 100 ta natural sonlarni yozganda 7 raqami necha marta takrorlanadi debdi. Xo'p, buni yozib chiqishimiz ham mumkin. Misol uchun 1dan 9gacha bo'lgan raqamlarning ichida 7miz bir marta takrorlanadi. 7. Undan keyin 17 bo'ladi. Undan keyin bo'lsa 27. Undan keyin 37, 47, 57 bo'ladi. 67 bo'ladi. Undan keyin 70dan boshlanadi. 70da har bittasida takrorlanadi. Chunki 70da 7 va 0. Keyingisi 71da 7 va 1da 7 takrorlanadi. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77da 2 marta takrorlanadi. 7 7 bo'ladi. Keyingisi 78, 79, keyingisi 87 bo'lib qoladi. 97 bo'ldi. 100gacha bo'lgan ichida shular bor xolos. Endi sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 77da 2 marta takrorlanadi dedik. 16da, 17, 18, 19, 20 ta. Demak, javobi 20 ta ekan. B javob. Shu bilan mana birinchi mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. Hurmatli o'quvchilar, obuna bo'lib qo'yasizlar va keyingi videoni kutinglar. Xudo xolasa tez orada chiqaraman. Va birgalikda axborotnomani, yechimlarini ko'rib, matematikani noldan o'rganib ketamiz. Ko'rishguncha keyingi darsga charchamaylik.